sökülib, bizda assortiment bomba. Hozirgi kunda svarkaga ruxsat berishmayapti. Birinchi etajdan ikkinchi etajdagi bez svarka ishlash uchun mana mashinalardan ham foydalansa bo'ladi. Mana shu zigzag holatida chiqariladi. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video roligimizda armatura giplar forum modelidan to'liq obzorlarini xudo xolasa chiqaramiz. Narxlari, necha voltli, nechalik armaturagacha bukorlaydi, garantiya, hamma ma'lumotlarni xudo xolasa berib o'tamiz. Bizga yaqindan yordam beradigan inson Mo'min akamiz, mexanik texnik. Xo'p. Endi bularda bitta komfort tarafi, misol uchun boshqalar bilmadim. Lekin mana ballonlar bor, bemalol hamma joyga ortib yuklab borsa bo'ladi. O'zlarining yuklari masalan 250 kg dan 280, 300 kg gacha bo'lishi mumkin. Demak, qanaqa voltlarda ishlaydi bular? Hop, eng pasti 350 da ishlaydi. Aha. Maksimal 400 voltgacha, 400 voltgacha ishlayveradi. Kuchliroq kerak bo'lar ekan. Xo'p, demak, keyingisi nechtalik armaturani bukorlaydi masalan? Necha millimetr bo'ladimi, santimetr bo'ladimi? 8 li armaturadan 6 li armaturadan 32 armaturagacha bukib beradi. 32 gacha. Masalan, bular nechtalik bo'ladi mana kichkinalari? Bular 14 li, 12, 16 bor bu yerda. Eng kattasi 16 mi? Ha, bu yerda 16. Bundan ikkita keladiganlarni ham bukoraverar ekan. Xo'p, keyin bu yoqda 32 taligi 28 bor. Bundan ham kattalarini demak bukorlaydi ekanda? Bukadi. Bundan kattalarni ham video davomida ko'rsatamiz hammasini. Bukayotganimizni xudo xolasa video davomida bor, qanday bukilishlari. Xo'p, keyingi narsasi necha gradusgacha buradi? Bukadi. 45 gradusdan aha 185 gradusgacha bukuradi. Keyin hali ovozlarida ham farqi bor dedilar. Modeliga qarab. Ha. Misol buniki shovqinliroq bo'ladimi shunda? Buniki shovqinroq. Esam to'xtaydimi? Yo'q. O'zi to'xtaydi. Aha. Ha, bu ikkinchisini anada o'sha. Ha, ovozida farqi. Modeli bor-da. Ha. Mana bu 5 shumligimiz, Gute bu. Umuman ovoz chiqmaydi ekan. Tiq degan narsalar chiqadi xolos. Ha, mana Becker'niki mana. Buni ham ovozi boshqacha ekan. Xo'p, keyingisi buni multimedia deb qadimi, shunaqasi keyin bez multimedia bo'ladimi? Bu palisli bo'ladi. Aha. Bularniki sifrovoy teriladi. 7 xil poложениеgacha terib, xomutlarni ham bemalol buksa bo'ladi. Birinchi etajdan ikkinchi etajga ko'tariladigan funksiyalari bor. Hammasini shularni bukishga temirlarni masalan ishlatishga qaysi biri qulay? Ishlatishga hammasi qulay. Kim qanaqa ishlatsa, bu baquvvatroq Gute firmasi. Narxida ham ancha farqi bor. Palisli bu, onsonroqda, palisni qurib 90 gradus, 45 gradus, 180 gradus. Masalan, bukuradi. Oddiy odamlar ham, mutaxassis bo'lmaganlar ham ishlataveradi. Buni sal o'rganish kerak ekanda. Ozgina knopka bosish o'rganish kerak. Mexanika avtomatga o'tkazib bemalol ishlataveradi. Demak, buni ruchnoyi bilan avtomati bo'lar ekan. Ruchnoyi, avtomati hammasi bo'ladi. Xo'p, garantiyalari qanchadan edi? Garantiyalari 1 yil. Hammasida 1 yil servis xizmatlari bor. Servis xizmatlari bor. Kana положение degan narsalar borib, dostavka, uстановка, Toshkent shahar ichi, Toshkent viloyati, Toshkent shahar ichida bemalol dostavka, uстановка qilib beramiz. Moylarni olib borib qo'yib. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Kana положение degan narsalar bor ekan-ku. Nimalar endi ular? Положениеsi mana aytayotgandek, mana hozir buni 45 gradus buksa ham bo'ladi, 90 gradus buksa ham bo'ladi, 180 gradus buksa ham bo'ladi. Va shu poложениеlarni mana kirgizib, masalan, xomut to'rtburchak bukiladigan bo'lsa, masalan, bitta burchak, ikkita burchak, uchta burchak, beshta burchak bo'ladigan bo'lsa, 6 ta burchak общий bo'lsa, 6 ta burchakni barobar kirgizsa, pedalni bosasiz, birinchi poложение 90 gradus bukib beradi. Ikkinchisi 140 bukib beradi. Bosganda o'zgarib ketiradi, o'ziga qulay holatda. Masalan, xomut qanaqa kirgizayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib bukib beraveradi. Avtomat kiritishga bog'liq, kiritib o'sha xomutga birinchi poложение xomutga qo'yib qo'ysa, ikkinchisini masalan yo'li ko'p-u terib ishlataveradi. Zo'r ekan. Xo'p, motorlarini ko'rsatib qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Mana bu tomondan. Hammasi 3 kilovatli motorlar bo'ladi.
3 kilovatli. Hmm. Bularga hech narsa Akkurat. qo'yib turish, boshqa narsa qilib turish shart emasmi? Yo'q, solidorli bular. Bu ham solidorli. Hammasi solidorli bu yerda hozir turganlar. Moyligimiz ham bor. O'zlari xohlaganini tanlashaveradi. Bunga 2 oy, 3 oydan keyin bir 2 kilo solidor solib qo'yiladi ichiga. Ha. Tayyor holatda bo'ladi. Mana smaska qilib turiladi. Shesternalarni. Asosiy narsalari shu ekan. Aha. Bilmaydigan odamlarga o'rgatib beraverasizlar, qanday ishlatishlarni. Mana 5 chumli variantimiz. Mana tegini holatini ko'rishsa ham bo'ladi mana. Bu ham tepadan solidor solib qo'yiladi. Aha, bularning ichida ko'p narsalar yo'q ekan, aka. Yo'q, uni dovushi ham o'zi mana hech narsa yo'q, почти dovush chiqmaydi. 5 chumli variant. Komplektida narsalari, yana nimalar bo'ladi? Komplekt temirlari, mana pedallari. Mana Dokumentlari hamma narsasi bo'ladi ichida. ichida bo'lar ekan. O'sha 5 simdan 32 armaturagacha sharoitni qilib hammasini buksa bo'ladi. Hamma narsasi komplektida ichida bo'lar ekan. Bo'ladi. Xo'p, narxlarini ham hozir xudo xolasa video davomida aytib o'tamiz. Armaturalarni xudo xolasa bukib tashlaymiz. Ko'rsanglar qiziq bo'ladi xudo xolasa. Endi saqal sinab ko'ramiz-da. Nechigacha bukadi? Buniki kam. Shuni 90 gradusga to'g'irlaymiz. Mana to'g'irlash uchun nastroykani bosamiz mana. Soni margat qiladi. Ko'taramiz buni. Saqlanib qildik. Metalligini tekshirib olishimiz uchun bitta ochib tekshirib olamiz, aniq bo'lishi uchun. To'qson bo'ldi. Tekis bitildi. Yuragim og'rigan. Hozir mana terish jarayoni. Servis xizmatlari bor. Shunday. Servis tekshiruvsi mamlakatlarimizga aloqa tushiradi. VMB. Turolmas ekan u. O'tirolmas modelda. Chiroyli servis berishadi. Yarim soatdan keyin Hozir bu jarayon. Assalomu alaykum hammaga. Okalar, hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz 4 ta modelni hammasi bir xil diametri bukadi. 36 gacha eng kattasi mana bu. Lekin 36 ni tavsiya qilmaymiz. 36 ni bukadi, kerak bo'lsa ishlatib tursanglar bo'ladi. Asosan hammasi 32 gacha. Hop, mana bu modelimiz GB45 model. 32 gacha bo'lgan armaturagacha bemalol bukib ko'rsatsa bo'ladi. Ko'rsating. Keyingisi bu armaturamiz Guti zavodiniki Ford model 36 gacha bo'lgan armaturani bemalol bukadi. Bukotgan armaturamiz 32 diametri. Bukotganda. Keyingisi Ford modelimizdan GB45A model 32 gacha bo'lgan armaturani bu ham bemalol bukib beradi. Hozir bukotgan armaturamiz 20 tali armatura. Hop, keyingi modelimiz Ford brendidan GB45B 32 gacha bo'lgan armaturani bemalol bukadi. Ko'rsanglar bo'ladimi? Okalar, narxi keladigan bo'lsa, narxlarimiz $550 dan $2,5 gacha. Hop, $550 25 taligacha bo'lgan armaturani bukib beradi. Hop, eng kattasi 50 gacha bo'lgan armaturani bukib beradi, eng qimmatimiz $2,5. Hop, o'rtacha narxi sizlarga hozir aytadigan bo'lsak, mana bu 32 gacha bukadi. Hop, skitkada $750 qilib beramiz. Garantiyasi 1 yil. Toshkentda bo'lsa, dostavkasi, ustunovkasi ichida. Bosib olsanglar bo'ladi hozir. Ichida sifati bo'yicha eng yaxshisi mana shu. Bu narxi $1,300. $1,300ligi
Zastavka, ustunovka, shu moyni quyib ishlatib berish hammasi ichida. Ikkita 12, ikkita 16. Ikkita 12, 24 bo'lar ekan. 24 talik bukilyapti. Ketdi. Yo'q. Endi ikkita 14. nechi bu? 14. 14, 28 bo'lar ekan ikkalasini qo'shsak. Egasini yig'indirib tashlayapti dedi. Zo'r ekan. Endi ikkita 14. Ikkita 12. Ikkita 14, ikkita 12. Xullas 50 ga borib qoldi shekilliga. Xo'p, 28 ga 24 bo'lsa 52 bo'lar ekanda. 52 talikdan ham buklashadi. Hozir 20 talikdan ikkita umumiy 40 li armaturani bukish jarayoni ketdi. Sekundda buklashadi. Dahshat. Hozirgi kunda svarkaga ruxsat berishmayapti. Birinchi etajdan ikkinchi etajdagi bez svarka ishlash uchun mana mashinalardan ham foydalansa bo'ladi. Mana shu zigzag holatida chiqariladi. Okalar bundan tashqari bizda armatura rezlarimiz ham bor. Armatura rezlarimiz 12 dan 45 gacha bo'lgan armatura bemalol kesadi. Bizda armatura rezlar tashqari sim to'g'rilab kesadigan apparatimiz ham bor. Xo'p, sim to'g'rilab kesadigan apparatimiz 4 dan 12 gacha bo'lgan simlarni kesadi. Undan tashqari sim to'g'rilab kesadigan apparatimiz 10 gacha bo'lgan armaturani ham kesib to'g'rilab chiqarib beradi. Okalar, bizda assortiment bomba, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaringlar. Bosib oladigan joy. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi videolarimizda sim to'g'rilgan apparat, armatura rezlari sizlarga video obzorini ko'rsatib boramiz.